har bir yurtning o'z tarixi, har bir qishloqning o'z qadr-qimmati, har bir insonning esa hayot yo'li bo'ladi. Ana shu tarixni, ana shu insonlarni unutmaslik kelajak avlod oldidagi muqaddas burchimizdir. Aziz kitobxon, sizlarga Oltin qalam milliy mukofoti sohibi jurnalist Olimjon Hakimovning Polosonliklar nomli kitobini taqdim etmoqchiman. Bu kitob oddiy bibliografiyalar to'plami emas. Bu Farg'ona viloyati Oltiariq tumanining Poloson qishlog'ining tarixi, uning fidoyi, mehnatkash, el-yurt ravnaqi uchun xizmat qilgan insonlari haqidagi hikoya qiluvchi bebaho ma'naviy merosdir. Bu kitobda muallif Oltiariq tumanining Poloson qishlog'i tarixi, madaniyati, odamlarining mashg'ulotlari, samimiyati, hayot yo'llari va vatanimiz ravnaqiga qo'shgan ulkan hissalari haqida hikoya qiladi. Muallif ushbu asarni ota-onasi, ustozlari, qadrdon qishloqdoshlari, sinfdoshlari va do'stlariga bag'ishlagan. Kitobning har bir sahifasida insoniylik, mehr-oqibat, sadoqat va vatanparvarlik tuyg'ulari mujassam. Asarda qishloq taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan insonlarning hayot yo'li, ularning mehnati, orzu-intilishlari va el xizmatlaridagi faoliyati yoritilgan. Bu insonlar o'zlarining halol mehnati va ezgu amallari bilan boshqalarga ibrat bo'lib kelgan. Kitobni o'qir ekansiz, go'yo Polosonning ko'chalari bo'ylab sayr qilgandek, uning tabiatini, odamlarini va samimiy muhitini his qilasiz. Har bir sahifa sizni o'tmishga chorlaydi, ajdodlarimizning boy ma'naviy merosi haqida o'ylashga undaydi. Polosonliklar kitobi nafaqat Poloson ahli uchun, balki o'z yurti tarixi, qadriyatlari va buyuk insonlari bilan qiziqadigan har bir kitobxon uchun qimmatli manbadir. Bugun biz tarixni o'qimasak, ertaga uni unutamiz. Ammo tarixni unutmagan xalqning kelajagi hamisha porloq bo'ladi. Shu bois sizni ham ushbu kitobni mutolaa qilishga chorlaymiz. Zero unda inson qadri, yurtga muhabbat, ota-onaga hurmat, ustozga ehtirom va avlodlar xotirasiga sadoqat mujassam. Polosonliklar bu shunchaki kitob emas. Bu avlodlarimizning bir-biriga bog'lovchi ma'naviy ko'prik, yurt tarixining tirik xotirasidir. Bu kitobda kitobxonlar uchun Poloson qishlog'i haqida juda ko'p noyob ma'lumotlar, polosonliklar hayotidan olingan o'ta foydali va ibratli hikoyalar o'rin olgan. O'qing, o'rganing, xulosa chiqaring va ajdodlarimiz merosini asrang.